Natijalar zo'r. Ha, ilohi. Yo, bo'ldi, men endi chiroyli qizlar bilan gaplashsam, masalan gaplashaman-da, o'shuning uchun mana bitta chiroyli qiz davrasiga kirib qoldim. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Tillashlari chiroyli degan qarang, sizniki ham. Rahmat. Xudo shunaqa dard beribdi. Shunisiga ham shukur mana. Bitta sinov-da bu ham. Qani, yaxshimi hozir natija? Juda ham yaxshi. O'zgarishlar. Himiyaga yozib berib, himiyaga qatnaman 4 oy o'tkazib, endi keldim. 4 kunda shunaqa foydasini bildim. Ha, ilohi, rost bo'lsin. Shukur kerak. Qo'limni ko'tarolmasdim. Mana hozir qo'limni ko'tarib 4 kun ichida men qo'ltolamdagi og'riqlar yo'q. Maytimda og'riqlar yo'q. Mana 4 kun ichida faqat mana shu giyoh bilan davolaydi ekan. Rahmat shu Bu endi ko'krak bezi nimasida? Ko'krak bezi bilan kelganman o'zi. Ha, ilohi, men tabiiy Alloh yaratgan ne'matdan shifo topish boshqa narsada baribir. Siz qalaysiz, ona? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Nima chiroylisiz? Chiroylisiz. O'rgilib ketdi. Umringiz ziyoda bo'lsin. Qilib tuqqan ekan. Yashang. Alloh umrlarni uzoq qilsin, hayot bo'lsalar. Siz nima shikoyat bilan keluvdingiz? Men oldin 8 ta ximiya olganman. Oh. Operatsiyaga xo'jayin unamasdan, shu reklamada ko'rib kelganmiz. Xudoga shukur, o'tgan oyda keluvdi. Natijalar zo'r. Ha, ilohi, ilohi. Zo'r natijalar. Mana yana yotgani keldim. Xudo xolasa 10-15 kun yotib ketaman. Kayfiyatlar zo'r. Qayta ko'rib Hamma xodimlar zo'r. Ha, ilohi, ilohi. Bari muomalasi joyida. Ko'ngizga qarab ish qiladi. Birortasini bir yomon so'zini nima deydi? Nimasidan yuzidan bir bunaqasini bilmaysiz. Ochiq chiroy. Ochiq chiroy. Hamma yo'q pokiza, toza. Ovqatlar zo'r. Ha, ilohi, ilohi, zo'r. Endi maqsadimiz doim aytamiz-ku, sizlardan o'tif olyapmiz. Xuddi mana shunday mazasi yo'q bo'lgan, shu saratonga chalingan yoki ko'rada muammosi bor ayollar qatdan dori topishni bilmasa yuradi-da. Sizlar ko'rib qolsa ham biror shifoda bor ekan mana. Ko'z bilan ko'ryapti-yu, biz yo kirib gapirib o'rgatdik, nima deb beriladiganimiz yo'q, to'g'rimi? O'zingizlarni o'tizlarni beryapsizlar. Shuning uchun ko'rgan odam agarda kelib shifo topadigan bo'lsa, savobga sherik bo'lib qolamiz. Shuning uchun olyapmiz. Mana shu YouTube'dan ko'rib keldim mana shu yerda. YouTube'dan ko'rib bunaqasi tashlashib berdi. Keyin shu orqali keldik mana. Ha, ilohim, ilohim. Xudo shu yaxshi ham kelganimga afsuslanmayman. Qayerdan keldingiz o'zi? Andijondan Andijondan. keldim. Asakasidan keldim. Ha, Asakadan keldingiz. Sizchi? Farg'onaning Yozyovon tumani. Yozyovondan. Hayron ko'z demas. Yo'q, ranglaring zo'r. Kayfiyat zo'r. Ta'sir qilayotgani shundan ma'lumda, haligi dardi bor odamga bunaqa kayfiyat sig'maydi. Haqiqatdan. To'g'rimi? Hozir sizlar yaxshisizlar, demak ta'siri bo'lyapti. Ilohim shifo berar ekan. Rost bo'lsin. Xudo xolasa, qachon javob bo'lar ekan? Endi Xudo xolasa bugun 5-kun. Necha kun yotasiz? Yana 5 kun yotaman. Ha, sizchi? Men 6 kun yotaman. 6 kundan keyin Xudo xolasa nasib qilsa kelamiz. Gullar bilan Xudo xolasa o'zimiz kuzatamiz. Kelishdik. Ishlaringiz doimo Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Ilohim. Yo'llaringiz hamisha ochiq bo'lsin. Alloh akbar, charchamanglar, kuch quvvat bersin, kayfiyatga ko'z tegmasin.